Men Saidova Sarvinoz Aktam qizi 2023-yil sentyabr oyidan Guliston shahar 9-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'z kasbiy faoliyatimni boshladim. Faoliyatim jarayonida katta va maktabga tayyorlov guruhlari uchun bir qancha matematik qo'llanmalar va ko'rgazmali materiallar tayyorlab bordim. 2024-yil Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarini kasbiy mahoratini yanada rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan eng noyob ko'rgazmali materiallar ko'rik-tanlovining innovatsion va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha faxriy 3-o'rinni egalladim. Ming yillarkim bulbul kalomi, o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi, o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim, sen borsan shaksiz, bulbul kuyin she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. 1992-yil 8-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Tarbiyachilik kasbiy faoliyatim jarayonida katta va tayyorlov guruhlariga tarbiyachilik qilib kelmoqdaman. Bolalarga mashg'ulotlar jarayonida ma'lumotlarni qabul qilishida kitoblardan, axborot kommunikatsion texnologiyalaridan, ko'rgazmali materiallardan, didaktik materiallardan keng foydalanib kelmoqdaman. Kasbiy mahoratimni yanada rivojlantirish maqsadida faoliyatim jarayonida bir qancha ochiq mashg'ulotlar o'tdim. Bolajonlar qalbida kitobga bo'lgan mehr tuyg'usini yanada rivojlantirish maqsadida 2025-yil fevral oyida kitob tarixi mavzusida ochiq mashg'ulot o'tdim. Shu bilan birgalikda tashkilotimizda tashkil etilayotgan ma'naviy, ma'rifiy, badiiy kechalar va jamoatchilik ishlarida faol qatnashib kelmoqdamiz. Faoliyatim jarayonida tashkilotimiz tomonidan bir qancha tashakkurnomalar va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandim. Bir qancha shogirdlar chiqardim. Men ishonaman, shogirdlarim va bolajonlarim yangi O'zbekistonning yanada rivojlanishida o'z hissasini qo'shadilar.